Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Tuğluq Tömürxan namlıq tarihi romanның davamı. Abdori Abduvali Ali. Muqaddime. Toşqan yilidiki ohanetlik betim. Uyinge o't kesse özüңнің çırğıdın kör. Uyghur xalq aqliya sözürdün. Miladiya 1314 yılı qish. Moğollarning buyuk xoni Börjigin Ayur Bahadır Bala bilan Chagatai xoni İsan Buğa xon o'tirsidagi tunji qitimliq urush Dalva ayining 1-kuni atdiganda boshlandi. Bu yerdagi Börjigin Ayur Bahadır Bala deganga mundaq izohat berilibdi. Börjigin Ayur Bahadır Bala Moğollar Jungoni o'z ilkiga olgandan keyin qurilgan Moğol Yuan sulolasining podshohi Yuan Rinzongni ko'ztidi. O miladiya 1312 yıldan 1320 yılları saltanat sürgen idi deyilibdi. Urushning dastivida Chagatai xoni İsan Buğa xon yengilib qilishim mumkin. Chunki bu qitimqi urush xonbaliq lashkarlari qo'zg'agan urush bo'g'ashqa Chagatai lashkarlarining zarbiyab qilishi turgan gap deb o'yladi. Chunki Chagatai lashkarlari hücum qilishqa chaqqan bo'g'ini bilan mudofiaga ojiz ekanligi uning o'ziga ayon edi. U yili, ya'ni milodiya 1301-yili. Kuzda Chingizxonning avrlaridan birisi bo'lgan isyonchi O'gaday xonzodasi Qaydu Jungo tarixida Yuan sulolasi deb atalgan qudratli Moğol imperatorluğunun imperatori Yuan Qingzong bilan bo'lgan bir qitimliq urushda ig'ir yaralanib o'lib ketdi. Bu yerdagi Yuan Qingzong deganga mundaq izohat berilibdi. Moğollarning cho'ngxoni Börjigin Temur. U milodiya 1295-yildan 1307-yillari Yuan sulolasi taxtida saltanat surgan edi deyilibdi. Şunun bilan Moğollarning 4 cho'ng xonliqining birisi bo'lgan O'gaday xonliqida ig'ir parakanchilik yuz berib, O'gaday mamlakati qattiq davolg'ish ichida qoldi. Milodiya 1310-yili O'gaday xonliqi munqariz bo'ldi. Chagatai xoni İsan Buğa xon fursatdan foydalanib, aslidagi O'gaday xonliqining zaminini o'ziga qo'shib oldi va poytaxtni xonliqning sharqidagi Olmalıqdan Köp Ertishning janubidagi Issiqko'l atroflariga yo'tkab keldi. Milodiya 1312-yili Moğollarning buyuk xoni Yuan sulolasining imperatori Yuan Rinzong Börjigin Ayur Bahadır Bala Chagatai xonliqini jazolash uchun sharqdagi xonbaliq. Bu xonbaliq deganiga mundaq izohat berilibdi. Xonbaliq hozirgi Beijing shahrining tarixdagi nomi. Moğollar o'tir tuzdanlikni ishg'ol qilganda Beijing shahrini poytaxt qilgan va xonbaliq deb atagan edi deyilibdi. Tin xonbaliqdan Yatsuga. Yatsu tarixiy jug'rofiyaviy nom. U bugungi Qozog'iston Jumhuriyati bilan Qirg'iziston Jumhuriyatini o'z ichiga olgan keng rayonning nomi edi deyilibdi. Yatsuga zo'r qo'shin boshlab bostirib kelib, İsan Buğa xonning Talas bo'yidagi yozliq ordisi bilan Issiqko'l bo'yidagi qishliq ordisini talon-taroj qildi. Oldingi yili, ya'ni milodiya 1313-yili. Qishda Qobuq daryosi bo'yida, yozda Mo'ran daryosi bo'yida. Bu yerdagi Mo'ran daryosi degani Ertish daryosining bir tarmoqining nomi davlatimiz chegarasi ichida deyilibdi. Xonbaliq qo'shinlarining qaravullari bilan bo'lgan kichik ko'lamdagi to'qinishlar Yuan sulolasi bilan Chagatai xonliqi o'tirsidagi bu urushning oxirgi hisobda yuz berishga bevosita sabab bo'ldi. Bu urushning oxirgi hisobda yuz berishiga bevosita sabab bo'ldi. Urush davomida qudratli Yuan sulolasi qo'shinlarining bir tarmoqi 3 oyda besib boradigan yerlarning hammasini o't qo'yib, ko'ydirib, vayron qilib tashladi. 40 kunda besib boradigan yerlar yana bir tarmoq Yuan sulolasi qo'shini tarafidan butunlay xonavayron qilib tashlandi. Yuan sulolasi qo'shinlari bilan bo'lgan tunji qitimliq urush Chagatai xoni İsan Buğa xonga yomonlikdan bishorat bergandek bo'ldi. Urush texi boshlanmay turibla Chagatai lashkarlarining chiroylari totirishib, g'ol-g'ol titrashga boshladi.
Yürüş qilganda egiz tog'lar, shiddatli daryolarni zodi mansitmaydigan bu qudratli Chag'atay qo'shinlari hala bugun besib kelgan Yuan sulolasi qo'shinlari bilan ilishib kelganda, xuddi puti ko'ygan to'g'udak joyida tipirlab qoldi. Oldingi yili yozda Olmaliq tarafga qarab tartiblik yo'sinda chekinayotgan Chag'atay qo'shinlari Mo'ram daryosi bo'yidagi keng to'qayliqda Keyindan iz besib qo'qlab kelayotgan Yuan sulolasi qo'shinlariga yana bir qitim johillarcha qarshilik ko'rsatgan edi. Shu kundagi jang nihoyat kaskin, nihoyat qattiq bo'ldi. Urush kun bo'yi davom qildi. Ikki taraf qo'shinlari o'zaro qattiq tirkashdi. Jang maydonida o'ynayotgan odamlarning vaqirgan, joqirgan, chirqirgan, ingirgan ovozlaridan ve tömür qurallarning bir-biriga urilgan hem jang otlarining kishnigan ovozlaridan osmon zimin zilzilaga keldi. So'qish uzargan siri kishilar herib charchidi. Nayza qilishlar sunib, sepan qalqonlar chaqildi. Ziri savutlar yetildi. Kishilarning yuz ko'zlari qip-qizil qonga bo'yaldi. Kash kirdi. Qorong'i tushdi. Ikkili taraf yerib, ichib, yerga yiqildi. Baturlar, palvonlarning hatta yip üzgüçilikmi hali qolmadi. Shu paytda Yuan sulolasining qo'shinlariga kutilmaganda Mo'g'ullarning Juchi ulusining oqsoqili O'zbek xondan yordam kelib qoldi. Juchi ulusi deganga bundaq izohat berilibdi. Juchi ulusi Chingiz xonning cho'ng o'g'li Juchi qurgan Oltin O'rda xonligining nomi. Ba'zi tarixlarda Qipchoq xonligi deb atalgan deyilibdi. Aslida Chag'atay xoni Esenboğa xonning milodiya 1312-yili Juchi ulusining ulusbegi O'zbek xon bilan birlashib cho'ng xonga, ya'ni Jungo xonga qarshi ittifoq tuzmoqchi bo'lgan dastlabki urinishlari boshqa chiqmagan edi. Faqat milodiya 1314-yili bu ikkisining Persiyani so'rab turgan Oljaytu xonga bo'lgan o'rtaq dushmanligi asosida ular o'tirsida ancha-muncha yiqilishish vujudga kelgan bo'lsa-mu, lekin Chag'atay qo'shini Persiyada Xonzoda qo'shinlarining xoinlik qilmishi natijasida hech qanday natijaga erishilmagan edi. Bu yerga mundaq izohat berilibdi. Oljaytu xon deganimiz shu chaqda Irondagi Mo'g'ul xonligi Elxoniya davlatining xoni edi debdi. Natijada Juchi ulusi bilan Chag'atay ulusi o'tirsida buyuk xonga qarshi tuzilgan bu ittifoq oxiri buzildi. Mo'ram daryosi bo'yidagi jangda Chag'atay qo'shinlari yana mag'lub bo'ldi. Tajovuzchilar ustunlikka erishdi. O'lganlarning issiq qonlari bilan bo'yalgan ko'k Ertish daryosi qonliq to'lqinlarini chayqab ochiq yosh to'kdi. Ertish daryosi bo'yidagi burkutlar, qarchig'lar Chag'atay ulusining bahodir javon mardlarining boshlari ustida o'z qayg'ularini bildirishgandek oyanchilik chirqirab uchib yurishdi. Nailaj Chag'atay xoni Esenboğa xon o'z qo'shinlarini Bo'rtala yayligi degani Bo'rtala daryosining janubidagi poyansiz dalaning nomi debdi. Orqali Ko'k dala tarafga. Ko'k dala Ili daryosining shimolidagi poyansiz Quyas tuzdanligining nomi deyilibdi. Olmaliqqa chekinishga, farmon tushirishga majbur bo'ldi. Buyruq yetkazadigan tavachilar, ya'ni xabarchilar jang bo'layotgan dalaning har qaysi taraflariga xuddi kirishdan etilgan o'qqa o'xshash uchib ketishdi. Qilin qor ostida yotgan cheksiz Bo'rtala yayligi kumush yepincha ostida texi uyqudan uyg'onmagan edi. Onda-sonda uchrab qoladigan jiralarning yoqisida birer ikki tüp yalang'och daraxtlar yoki yaqin saylarni bo'ylab ketgan to'qayliqdagi qor yog'ochlar va tollarning uchi yiroqdan qorayib ko'rinib qoladi. Yuan sulolasi qo'shinlarining Chag'atay ziminining markazidagi o'lkalarga texmo ichkirilab besib kirayotganiga mana 30 kun bo'lib qoldi. Ular janubdagi Talka davoniga qarab to'xtovsiz ilgirlab ketyotdi.
әң алдыда Юан Сулалсы қошыларының Туршабыл санғыны Моғолай башлыған атлық қошын келіп атқан еді. Талай әсірлерден бері сансызлыған сәйяхла, ізденгүчілер вә әлем күрішіге атланған Bahadırla besip ötken bu dağdam yolda, hala bugün yılandek sozulup menip ketip atkan Yuan Sulalsı koşullarının baş ahiri görünmeydi. Zor koşun yüzlüklerge bölünüp, her kaysı özüge kolaylık boğan yolda ayrım ketip atadı. Her bir yüzlük, yani bir yüzlükке zadıl koşulup ketmey, arılık kaldırışıp bir-birden yıraqta menişadı. Her bir yüzlükni birden 105'i başkuradı. Bu yüzbaşları Büyük Hanның has qoğduğuçıları boğan Turgavutlardan saylanğan edi. Ular salttan atqa mingen bolup, seriq tuş bilen naqşlangan egar jabduqları gün nurda yalt-yolt qılıp közünü qamaştıratdı. Her bir yüzlüknің arkasından yük taq besilgan harvı çanalar keletdi. Ulağa leşkerler üçün ozuq-tülük, qural-yaraq, at ulaqlar yaydıgan solu, arpa, boğuz saman yüklengen idi. Atlıqlarının keyinden piyade kelip atkan koşullarının yükünü yengiletiş üçün leşkerlerinin dobulğa savutları, seper qalqqanları ve qelin juva tere şalvurları mı moşu harva çanılağa besilgan idi. Yolunun tik tüvengi düşüdüğün kısmıda yaki ciddi xatarlik əgmilerde leşkerler harva yaki çanılarının keyin tarafıga isilip aladı. Bomısa harvala yoki yağaç tapanlıq çanıla örülüp ve tiyilip ağdırılıp ketişi mümkün edi. Yuan Sulalsı qoşunları bölek bölek boluşup, keyinkileri oldunqılarının izlerini besip, bir xil yürüşte ketişip atadı. Vaqırışıp atkan, tıllaşkan avazla kulaq tüydüla ağınıp turadı. Leşkerler topu xuddi torsuqdan sıkıp çıkarılgan qeytiqtek edirliqlardan atlap ötüp, oyak astıdaki dəssep çıngdalgan qarlarını ғачıldıtıp, keng dalağa axmaq dedi. Həmidin burun ulanın quyaş nurda yalt-yult qılıp paqırgan nəyizləri, hər xil rənglərdəki toq ələmləri, keyinçə asta-asta qurallıq adamlarının dobulğaları, atlarının başları, qalqaları görünüşkü başladı. Çevendazlar oңғы burulup keng yolga düştü. Baştan ayağa kurallangan, kötümü yaxşı semiz atlarda məhkəm oturgan bu adamlar özlerge yat, başka zamanda yanılı erkin bimalal ketip atadı. Ular nurgun, naiti nurgun bulup, özlerinin kiçik topları, yüzlükleri boyunca xuddi yer astıdan önüp çıkıvatkan, töpülük astıdan üstüge örlep çıkarttı da, xuddi yer astıdan önüp çıkıvatqandek, töpülük üstüge örlep çıkarttı da, keng börtala yaylığıda, tekşilikte tarılıp mınattı. Birer töpülüknün keyinden düşman qoşunları çıkıp qalamıken dep oldunala əvətilgen Moğol çapavulları. Çapavulları degeni oldun əvətilgen çarlıqıç ətret degen gepken, bazda upuq sızıqının üstüde tezlik bilen çümülüdek qari çekit bolup körünüp koyup, yani şundaq tezlikte közden gayip boladı. Bazda bir döğünün üstüge çıkıp, tumaq ve telpeklerini pulanıltıp, çoğun qoşunuğa "Meňila!" degendek işaretini qıladı da, qaytadan atlarını çaptırışıp, bepayan börtala yaylığının u çetige uzap ketedi. G'arbiy janubga qarab, yılan bağrı sozulgan çoğun yolunun ahırıga köz yetmez idi. Gün tug'ishdiki Yiroq Xonbaliq shahridan chiqqan karvonlar, qirliqlarning haydigan mol podlari, temiz qilib dala kezib yurgan yirtqich hayvonlar. Qadimdan tartib bu yo'lda oyog'i uzilmay mengib turgan edi. Karvonlar bilan mol haydigan qir xalqi Çağatay memleketining poytaxti bo'lgan Olmonliqqa Almisaqdan tartib Xon yo'li deb atilib kelayotgan mushu yo'l bilan berib kelishadi. Bu kishilar bu yerga har xil mutaa maqsadlari bilan kelishadi. Ba'zilari savdo setiq qilish maqsadida kelsa, yana ba'zilari bulang-talang, o'g'irlik, qaraqchilik qilish niyatida kelishadi. Shunga shu zamonlarda ishikdan kirganni mehmon deb kutib ol, to'nglikdan tushganni o'g'ir deb tutib ol degan hikmatlik so'z keng tarqalgan edi. Halbuki Yuan Sulalsı qo'shinlari bu yerga yaqinda xoni o'lib,
Мәмлікте қарақсыз қаған, өгедей зімінini өзіге қошып алған. Чағатай ханы Исен Бұға ханны жазалашны бұханы қылып бесіп келіп атқан еді. Чағатай ханлығының пайтақты болған Алмалық Кәйген дәриясының бойыға. Кәйген теғінің жанубы етікеге жайлашқан еді. Кәйген дәриясы Güzel Eli Vadisi'nin g'arbiy shimoldagi egiz tangir tog'laridan eqib chiqadigan kichik Kaygan va ulug' Kaygan deb ataladigan ikki daryoning nomi edi. Olmaliq shahrining yuqori tarpi Kaygan teg'ining janubiy etikiga, tuvan tarpi Kaygan seyiga, kuntug'ar tarpi Cho'ngchigan degani mundaq izohat berilibdi. Cho'ngchigan Tuğluq Temirxan maziri joylashgan joyning nomi hozirmi shundaq deb atiladi deyilibdi. Kun patar tarpi qori o'yiga tutishadi. Olmaliq shahri butun oylanmasi taxminan 40 chaqirim keladigan katta bir shahar edi. Haybatlik Tangir tog'larining bir qismi bo'lgan Quyas tog'lari Kaygan daryosining qirg'oqlaridan janubga qarab yiroqlashgan sari yelpigichdek kengayib tuzlanib boradigan Quyas Ko'ktala tuzdanligini shimol, g'arbiy shimol va sharqiy shimol uch tarafdan qurshab turadi. Shaharning atrofida quyuq o'sgan o'rmonlik ichidagi taram-taram eriqlardan yoz kunlari shildirlab buloq suvlari oqsa, at yoz kunlari loy qilib qor suvlari oqadi. Shunga bahor kunlarida qadimgi o'rmonliklar, tog' davonlar va daryo g'ollar qurshab turgan Olmaliq qal'asi xuddi dengizdagi Oraldek yeshillik ichiga cho'mkiladi. Olmaliq shahri qizil seg'iz to'pi bilan qondilib yasalgan ikki qavat mustahkam ihota sepil ichiga ilingan edi. Qal'aning janub tarpi Quyas Ko'ktala tuzdanligining ig'ziga qartib yasalganlikdan dushmanning hujumiga o'ng'ayli uchraydigan aplik joyi bo'lib qolganligi nazarda tutilib, bu tarafdagi sepil olayida puxta qilib yasalgan edi. Qarag'ay Shamshot iman noratlik so'xma tam orliqiga loy qum aralash shig'il to'shtirilgan bo'lib, sepilning ustidan 4 otliq harva bemalol mangalaydi. Sepilning egizligi 4 g'ulash keladi. Sepilning teshiga Olmaliq qal'asini aylantirib, uchrat cho'nqur xandak qazilgan. Xandaklarning qirg'iga ushlangan yo'g'on qo'ziqlar uchi sirtiga qartilib qiypash qiqilgan edi. Bu uchrat xandaklarga liqmiliq suv to'shqizilgan edi. Olmaliq qal'asining 12 tarafida osmondagi 12 burjiga taxlit qilib yasalgan 12 darvozasi bor edi. Odatda Kaygan seyi tarafidagi darvoza Kaygan darvozasi bilan Quyas Ko'ktala tuzdanligi tarafdagi darvozasi Quyas darvozasi kunduzlari shaharga kirib chiqadigan yo'lovchilarga echib qo'yilganini hisobga olmaganda qolgan 10 darvoza yil bo'yi echilmaydi. Sepil ustidagi qorovulxonlarda, o'gak munarlarda, darvoza oldida kech-kunduz qorovullar navbatchilik qiladi. Ili daryosida toshqin bo'lgan mavsumlarda olayda sagak bo'lish talab qilinadi. Chunki bundaq chog'larda Ili daryosi orqali yuqoridanmi, tuvandanmi qo'lvaq kemalarda uzib yurgan qaroqchilar yoki och ko'z qo'shinlar tuyuqsiz bostirib kelib qilishi mumkin edi. Bugun bu yilqi tunji bahor yomg'iri yog'di. Dastlabda havo qattiq guldirlab, yo'l qilib chaqmoq chaqdi. Ko'chalardagi, o'yinlardagi, etizlardagi, hatto masjid, cherkov va sinagog, butxonlardagi kishilar, qirlardagi molchilar, cho'ng kichik, qiyri-yosh, sog'lom kasalmanlarning hammasi havo guldirilganligini anglagan, chaqmoq chaqqanlikni ko'rgan hamon yerga bosh qo'yishdi. Uyur yilqilar, pada qo'y kollar o'tlashdan to'xtab qilishdi. Itlar g'ingshib, egilariga siyg'inishdi. Chaqmoqliq bahor guldirmamisi o'tib ketishi bilan tangla tunji bahor yomg'iri shaqirab quyvatdi. Yomg'ir xilli uzoq yig'ib, kech kirgandan keyin to'xtadi. Bahor yomg'iri butun Quyas
Көктала vadisi, yoq, butun ili vodisidagi ekinzorliqlarga, o'tloq, o'rmonliqlardagi dal-daraxt, o't cho'plarga emas, balki jimi jonliqlarga, odamlarga, jon-jonivorlarga, kiyik to'shqonlarga shifoliq yomg'ir hisoblanadi. Shunda qilib, tunji yoqqan bahor yomg'iri olmonliqqa, Quyas Көкталаға, ili vodisiga va butun Chog'atay iliga bahor elib keldi. Bahor yomg'iri o'zi bilan tang butun yer yuziga illiqlik akeldi. Biroq bahor yomg'iri bilan tangla butun olmonliqni, butun Quyas Көктала vodisini, butun ili vodisini va butun Chog'atay ilini urush tumonlari, jang yig'i o'tlarining istutaklari qoplashga boshladi. Miladiya 1315-yili. Miladiya 1315-yili To'shqan yili. Hamal ayining 8-kuni tong saharda mulozimlar xobgohning ishkini tirqiltib, xobgoh degani yotoq, xon yotadigan uy degan gapkan. Chog'atay xoni Esanboğa xonni tatliq uyqusidan bemahal uyg'otib etishdi. Xon chiliq-chiliq targa cho'mgan holda cho'chib o'rnidan sakrab qopdi-da, qilichiga tashlandi. Bundaq chaqda nima lozimdi bularga? Tang tex yo'rmagan, vaqt xilli baldur edi. Talada turgan kim? Sana nima lozim? deb qahir qildi u eshikni sirtidan tirqlatquchiga. Bu chaqda eshikning sirtidan darhol "Bu men, hurmatli xaqon olilari, bemahal uyg'otib etganim uchun bir qo'shiq qinimdan kechgaylar" degan ovoz anglandi. "Men degan qo'ysing?" deb so'rdi xon teximi qahir qilib. "Men Turg'avut Hasar." Esanboğa xon ovozdan uning kechilik pasiboni Hasar degan Turg'avut ekanligini darhol bildi va "Nemish yuz berdi?" dedi. Xon eshikdan bostirg'isini chiqarib, "Yasovul keldi" dedi Turg'avut Hasar. Uning qo'lida chiroyli yo'galgan bir teri putuk turadi. "Temurg'ay Bahodir jiddiy xabar akapti, mana." Temurg'ay Bahodir Chog'atay xoni Esanboğa xonning talka oldingi sepida turishliq qo'shinlarining bosh sarkardasi edi. Esanboğa xon Turg'avut Hasarning qo'lidagi heliqi teri putukini yulib oldi. Uni tang yurgandan keyin ko'makchi bo'ldi-yu, ammo Turg'avutning jiddiy degan so'zni yodiga ilib, heliqi chiroyli yo'galgan teri putukni oylandirib chegilgan qizil yipak ipni tishi bilan tishlab uzdida, uningdagi qadimgi Uyg'ur yezig'ida bitilgan tövandagi Qur'onni o'qidi. Xonbaliq qo'shinlarining Sang'un Mo'g'ulay qo'mondonligidagi yazak qism degani oldida yurguchi qism degan gapkan. Talki oldingi sepini buzib o'tgandan keyin Ili daryosining yuqorqi iqini bilan tövan iqinni bo'ylab Yamato kechikiga qarab jiddiy ilgirlamoqda. Yamato kechiki degani Ili daryosi bilan Qosh daryosining qo'shilgan yerdagi mashhur qadimgi kechik debdi. Qaraganda ular qo'shinlarimizning xon yayloqqa chekinish yo'lini uzib tashlash uchun harakat qilmoqchi kerak. Xon yayloq degani Ili daryosining janubidagi mashhur poyansiz dalaning nomi deyilibdi. Xonbaliq qo'shinlarining kuchi intayin ko'p. Mo'g'ulay sepil buzadigan chiqin toplarini so'ritib o'tkazish uchun talkidagi 28 ko'rikning hammasini qaytadan yasatqizdi. Men qo'shinlarimni boshlab qarshilik ko'rsatgan bo'lsam-mu, qilchi foydasi bo'lmadi. Shunga noiloj qo'shinlarimni boshlab Yamato kechkini saqlash uchun xon yayloq tarafga chekinmoqchi bo'lyapman. Temurg'ay Bahodir. Hurmatli o'qirman, muallif bu yerda diqqatingizni Temurg'ay Bahodirning Esanboğa xonga avatgan jiddiy ma'lumoti haqidagi bayondan talki bo'yidagi, talki yo'lidagi 28 ko'rik haqidagi qisqacha ma'lumotni ustiga yetkamoqchi. Go'zal Ili vodisining yer tuzilishi xuddi keng ochilgan yalpugishga o'xshaydi. Uning g'arbiy janub tarafi tuz bo'lganini hisobga olmaganda, qolgan 3 tarafini egiz, hayvatlik
Tangri tağları o'rab turdi. Şoňa qadimdan tartib davan eşip tağ aralap mаңğandylar, ondan güzel Ili vadisiga yetip bağlı bolatdy. Tangri tağlarının Ili daryosi vadisiga tutuşadigan tağ egizlari nayt köp bolsumu, ammo bu egizlardan ötadigan tağ yo'llarining ichida shimoliy yo'l bilan janubiy yo'llar eng asosli xon yo'li hisoblanadi. Tangri tağları qadimdan tartibla Ipak yo'lidagi tabiiy to'siq bo'lib kelganlikdan, shimolda Ili vadisiga Tangri tağlarının muhim tağ egizlaridan bo'lgan Mönkit davini, Shinang'ul davini va Kökürçin davini qatarlıq egizlar orqali o'tkili bo'ladi. Shimoliy yo'ldagi Mönkit davini yo'lidan ikkisi bo'lib, uning birisi Qaynuqqa o'tkili bo'ladigan Pilichi davini edi. Miladiya 657-yili, ya'ni yılan yili. Tabğaşdagi Tang imperatorligining sanğuni Su Dingfang qo'mondonligidagi Tang qo'shinlari turklarning oshina qo'li isyanni tinchitish uchun Pilichi davini orqali Tangri tağlardan o'tib Qaynuq qalasiga besib kirgan edi. Hamda Narat orqali g'arb tarafdan yetib kelgan janubiy yo'nalishdagi Tang qo'shinlari bilan birlashib, Qosh daryosi urushini qo'zg'ab, isyonchi oshna qo'lini Yamato kechigida tarmar keltirgan edi. Shimoliy yo'lning yana birisi Ili vodisining shimolidagi tabiiy darvoza, talka yo'li bo'lib, odatda Kangsa yo'li deb ataladi. Miladiya 1218-yili Mo'g'ullarning buyuk haqani Chingizxon necha 100 ming kishilik otliq qo'shinni boshlab, Ili vodisi orqali 4 taramga bo'linib, Mavaraun nahriga bostirib kirganda, Chingizxonning ikkinchi o'g'li Chag'atay o'z qo'shinlarini boshlab kelib, Talka, ya'ni Kangsay yo'lini yasatgan va 28 o'ringa ko'rik silib, tog' yo'lini ravonlashtirgan edi. Shuningdan beri Talka yo'li Ili vodisining sirt bilan aloqa bog'lashidagi muhim egizga aylangan edi. Әмді Talka yo'lidagi 28 ko'rik haqida beradigan qisqacha ma'lumotimizni to'xtatib, asli so'zimizga kelamiz. Temurg'ay Bahodir avatgan ma'lumotni ko'rib, Chag'atay xoni Eson Bug'axonning quyuq sochlari tik turib ketdi. Qo'llari, putri titrab, kolvalishib, bo'shib ketdi. Hatto nafas ilishqimi tiniqi yetmay qoldi. O'duqqanidan uning xiyoli birdanla chechilib, o'ylashga madori yetmadi. U o'tda qiziq bilinayotgan ma'lumotni qo'liga ilib, mijiqildida, xobgoh ichida u yoqdan bu yoqqa tinmasdan mengishga boshladi. U tishlarini hadab g'o'chiriltatdi. Oxiri to'xtab, ikki qo'lini ko'kka ko'tarib, ko'z yoshlarini to'kib, Tangriga yolvorishga boshladi. Ey Tangrim, ey ota bovularim, sizlardan madad tilayman. Menga yor yo'lak bo'lgaysizlar. Yovni yengadigan jasorat, shijoat bergaysizlar. Yov keldi, yov. Ya Tangrim, ya yovni yengadigan urush tangrisi so'ldi. Meni kechirgaysan. O'zing panohingda saqlagaysan. Chag'atay ulusini sal suydak besib kelayotgan bu yovdan, bu talon-tarojdan saqlagaysan. Biroq nemi tersang shuni yig'arsan degandek, bu balo qazoning urug'ini tergan o'zi bo'g'ashqa, uningga qarshi turadigan chora tadbirni yanala o'zi Eson Bug'axon qilishga to'g'ri keladi. Shunga Eson Bug'axon o'zini darhol tutib oldi va boyatinqi tantakligidan uyalgandek bo'lib, yuzi qizirib ketdi. Qandaqli bo'lsin, u urushlarda so'ngki qatgan, yovga qandaq taqobil turishni biladigan tajribali xaqanda. U bir tarafdan har qaysi qabila oymoqlarga darhol qo'shin yo'tkab, poytaxt Olmali qalasining mudofiasini kuchaytirish haqida jiddiy farmon tushirsa, yana bir tarafdan janubdagi Do'g'lat qabilasi yashaydigan Manglay So'yar Ediqut ulug'i Uyg'ur elini Yuan sulolasining hujumidan saqlash uchun Oqsu va g'arbdagi Samarqandga o'tadigan birdan-bir kechik Yamato kechigini qo'g'dashga kuchli qo'shin mangdirdi. Şunun bilan birga o'zining oldingi saf qo'mondoni Temurg'ayga darhol Yamato kechigini jon tikib qo'g'dash haqida ijrosi qattiq farmon tushirdi. Chag'atay xoni Eson Bug'axonning farmoni bo'yicha butun Chag'atay mamlakati jiddiy holatga o'tganligi jakolandi. Shahar sirtidagi va shahar ichidagi sepil to'pidagi va sepil tuydagi
Lashkarlar darhol harakatga kelib, o'z yuzliklari bo'yicha darhol qurollanib, saf tuzib turishdi. Saf ichidan kaskin harbiy buyruqlar anglanishga boshladi. Yov yaqinlashayotganligini bildirib, burg'i kanaylarning bo'g'iq g'art-g'urtlari va sunaylarning yuraklarni yorg'udak inchki ovozlari zarlab yangrashga boshladi. O'yli aranlarda erlar qochilardagi yavatgan g'azalarini tashlab, qo'llariga qurol elib, yog'och palampaylarni bo'ylab sepil ustiga yugurishdi. Qo'llariga nayza qilish, cho'qmoq gurzilarni tutishgan chavandozlar otlarga irg'ib minishdi. Sepil teshidagi ihota xandaklarining buzilgan qirg'oqlarini tuzavatgan va yiqilgan, lingishib qolgan qo'ziq to'riklarni chingitayotgan kishilar qilayotgan ishlarini tezroq tamomlashga aldirashdi. Bugun atdigandilar ekinzorlik tarafdan otlarni choptirishib kelayotgan odamlarning qarshisi ko'rindi. Ular Temurg'ayning oyg'oqchilari edi. "Yov kelyapti!" deb otlarni choptirishganicha yiroqdan vaqirishib kelishmoqda edi. Otliqlar ihota xandakligiga yaqinlashib kelishi bilan tang qo'riqchilar darhol taxt ko'rikni pastga tushirib, darvozani ochdida sirtdagi hamma odamni qal'a ichiga kirgizib olib, taxt ko'rikni ko'taribdi. G'oltaklar g'ichirlab, taxt ko'rikning ikki tarafidan tortilgan zanjirlar tuzlandi. Taxt ko'rik bir pastla tik ko'tarildi. Ondan darvozaning ikki qanoti guldirlab yepildi. Naq choshgoh vaqti bo'lganda, Kangsoy tarafdan dab-dabi bilan yupurilib kelayotgan otliqlar ko'rindi. Ular ko'k, qora, oq rangli tug' alamlarni ko'tarishib olgan bo'lib, quyosh nurida ularning qo'lidagi nayzlari, ustidagi dobulg'a savutlari, sipar qalqonlari yalt-yult, val-vul qilib, ko'zni qamashtirg'udak darajada paqiraydi. Başdan oyoq to'liq qurollangan, semiz otlarda mahkam o'tirgan bu odamlar, yuvan lashkarlari xuddi to'yga ketishayotgandek qilchimi aymanmasdan erkin, bemalol kelishmoqda edi. Ular nihoyat nurg'un edi. Otliqlar xuddi yer tagidan unib chiqayotgandek bir pasning ichida takshilikka torilib, nurg'un kichik to'plarni, chos saplarni hosil qilishgandan keyin qal'aga qarab takshi ilgirlab mengishga boshladi. Ular otlarining tuyoqlari bilan bahor yomg'irdan keyin ko'kirishga boshlagan kuzgi bug'doylarni tilg'ab vayron qilishganicha xuddi iqin suyidek yeyilib olmaliq qal'asiga bostirib kelishga boshladi. Haddi hisobsiz xonbaliq qo'shinlari olmaliq qal'asining sepili ustidagi kungura va ugaklarning orqasidan marishib turishayotgan minglagan tumanlagan hushyor kishilarning ko'z oldida xuddi yerdan unib chiqqan qumush so'yisidaklar paydo bo'lishdi. Ular salmoq qadam bilan mengishib olmaliq qal'asiga taxminan bir o'q yetim orliq qolganda birdinla qaqqan qo'ziqdek o'z o'rnida mangmay to'xtab qolishdi.